بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله لا إله إلا الله وصل على محمد وصحبه أجمعين. Biz her vakit to'g'ri bo'lgan tushunchaga va to'g'ri bo'lgan haqiqatga ega bo'lamiz deydiganmiz. To'g'ri bo'lgan yo'lda mang'an rahbarlar va yetakchilar va yo'lboshchilar va imomlarga ehtiyojimiz shudir. Shuning uchun Qur'oni Karim bizni mushu to'g'ri bo'lgan yo'l va haqiqatga ega qilish uchun har qanday bir islomiy yetakchilar ve rahberlerini ve imamlarımızı ve her kandak cemiyetteki yetekçilik kılıvatkan kişiler ve siyasullarını özünün turuvatkan itikadı ve düşünüvatkan düşüncesi ve kılıvatkan her ikisi de başkalarına ülgü bulup müstehkem bir emeli kurbanlık bir şürünü tutuşunu Allah bularga alahide agahlandırgan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve cealna minhum a'immeten yehdûne bi emrina lemma sabaru ve kânû bi âyâtina yuqinûn. Sure-i Secde 24. ayet. Biz ularının işidin, o Müslümanlarının işidin bizning vahiyimiz, bizning ko'rsatmamiz bilan kishilarni dunyo va oxirat hidoyatga boshlaydigan rahbarlar, imomlarni, payg'ambarlarni biz avatdik. Ularning birinchi qilgan ishi ular amaliy sabr qildi. Ya'ni ular bizning avatgan barliq oyatlarimiz, kitaplarımız, bizning vahiylerimizge, bizning asman beziminde koygan barlık müezzirimizge cezmi qilib ko'z bilan ko'rgandek iman keltirdi. Yani bularning Allohga bo'lgan e'tiqodi va iymoni haqni amallashtirish, to'g'ri fikrini dunyoga yeyish, tavhid aqidasini kishilarning qalbi va hayotida amallashtirish, adolat tushunchasi bo'lgan İslam nurunu kişilerinin hayat menbaası kılış ve hemme insanlarını dünyada mı, ahirette mi, baxtlik bulduğun, toğru bulduğun hakikatka yetekleşte bular beddaşlık biridir dedi. Şunun için biz mümin kıyırındaşlarımız, hazırki rehberlerimiz, biz özümüzni alahide silkişimiz, alahide bir tefekkürga, bir düşüncege, bir uygaklık bir halatimizge keltirişimiz gerek. Bulat mı Uygur Müslümanlarımızın hazırki dinsizlerinin emeli tecavüzçülüğü, katlı kırgınçılığı ve kiç gündüz ığırlaşıvatkan zulümgerliki meydan kelivatkan muş vaziyette İslami rehberlerimiz bulut mu dini bo'lgan yetakchilarimiz o'zining har bir Qur'on hadisda yetakligan va tushundirgan g'oya maqsadlarga o'zi amalida mustahkam turib, ummatimizni to'g'ri bo'lgan tushuncha, to'g'ri bo'lgan fikri, to'g'ri bo'lgan haqiqatga yetaklashga amaliy tirishchanlik qilish lozim. İkincisi, mana şu İslami rahberler to'g'ri bo'lgan haqiqat, to'g'ri bo'lgan nishonga yetaklab, mustahkam bo'lgan amaliyotda bizga qurbonlik bergan shunda haqiqat maydonga kiradi ekan, shu maydonga kelganlarga, shu rahbarlarga, shu yetakchilarga bizning barliq musulmonlarning hamkorlashish, ularni qo'llash, ularga yordam berish mas'uliyatimiz bor. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalom deganki, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyatihi. Hammanglar bir padişi. Hammanglar özünün
padisi o'zi mas'ul bo'lgan tavallikidagi barliq narsalardan mas'ul. Allohning oldida so'roq qilinadi degan. Biz iymon keltirgan iymonning birisi oxiratda hayotimizdagi har bir o'tkazgan vaqtimiz, har bir fikrimiz, har bir amalimizga hisob beramiz deb haqiqiy ko'zimiz bilan ko'rgandek ishongan, shu ishonganligimiz uchun biz hozir qadar nurg'un qurbonlikni berayotgan bir musulmon ummatimiz. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz, her birisimiz, rahbarlarimiz ve imamlarımız, siyasi yetakchilarimiz ve fuqarolarimiz her birisimiz o'zimizning birdek kuchimizni mustahkamlab, to'g'ri bo'lgan aqida, to'g'ri bo'lgan tushuncha, to'g'ri bo'lgan haqiqatga qaytib, hammamiz Alloh oldidagi mas'uliyatimizni ado qilib, ummatimizni, islom ummatini, Uyg'ur musulmonlarini dunyo va oxirat baxtsizlikdan, ozg'unlikdan haqiqiy bo'lgan to'g'ri tushunchaga, to'g'ri baxtga, yaxshi bo'lgan g'albiga erishishga biz tirishchilik qilishimiz kerak. Shuning uchun har birisimiz o'zaro bir-birimizga samimiy bo'lishimiz kerak. Bir-birimizga samimiy nasihat bo'lishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom deganki, ad-dinu an-nasihat. Din samimiylik. Din samimiy o'zaro bir-birimizga sadoqatman bo'lish. Sadoqatmanlikni, samimiylikni tavsiya qilish. Biz kim uchun, kimning rizoligi uchun, kimga yordam berish uchun samimiy bo'lamiz? Ey Allohning elchisi deb so'rabdi Payg'ambar alayhisalom deyki, birinchisi Alloh uchun. Ya'ni Alloh taologa shirk keltirmay e'tiqod qilish, Alloh taoloning barliq buyruqlarini ijro qilish, to'sqanlardan yenish ve Allah Teala'nın ki kitabıga, yani Kur'an'ı bizning ameliy hayatımızga çıkırış, mınıvatkan hayatımızda körüstüvatkan bir Kur'an buluş. Kur'an'ın akidesi, ahlakı, ibadeti, muamilleri, küfrüden boğan köreşiri, hemmisi ve barlık Kur'an hadisке uygun boğan cihatları ve davetleri hemmisi bizning hayatımızda ameliy körülgen bir Kur'an buluşu. Ve Peygamberige sevimi buluş ve nasihat kılış ki şu Peygamberimiz aleyhisselamның hayatını özümüzün hayatıda emilleştiriş. Müslümanlığı köyümcan buluş. Müslümanlığını dünya ve ahiret baxtga eriştiriş. Dünya insanlarına hak nurunu yetkizиш ve hakını çeçiş. Peygamber aleyhisselamның obrazını her bir Müslüman özünün hayatıda emilleştirişke tavsiye kılış, nasihat kılış. Müslümanlar imamlarına tavsiye kılış, samimi buluş. Ularının Kur'an, hadis'e uygun fikirleri, Müslümanlar rehberleri, siyasileri, yetakçileri, cemiyetteki Müslümanların her türlü yüzlüklerinin bizni buyurgan yaxshi işlerine biz yaxshi hamkorlashimiz, qo'llashimiz, ularning hata, ojiz qilgan yerlarga samimiy nasihat qilib, ularni to'g'rilashimiz, ziddiyat, fitna, dushmanlik termasdan bularni to'g'ri bo'lgan haqiqatni ijro qilishga yetaklashimiz, hamkorlashimiz har bir musulmonning burchi. Hem shunaqla musulmonlarning ko'pchiligiga samimiy nasihat qilish, ularga haqni tushuntirish, to'g'ri fikrni tushuntirish, ularni jamiyatdan, huquqdan, hayotdan ayırıvatkan bugün gündeki her türlük tecavüzçi, azgın, dinsizlerinin her türlük yaman iddiadaki kişilerinin yamanlıkının ularını saklap, doğru bo'lgan yetakchilikda ularga atıdarçılık kılışımız, ularını yetaklashimiz her bir Müslümanın mesuliyeti ve Müslümanın burcu. Bulup mu yetim misirler, kızvallar, ayallar, balalar, cemiyette yaşayotgan nurgun yaşlar, bular ilgisaksiz, yetakchisiz, g'amxo'rlik qilg'ishsiz, iqtisodiy yordamsiz, fikri, dini, ruhi to'g'ri bo'lgan tushunchasiz qoldirilmasdan bularga ega bo'lishimiz, bularga ega chiqishimiz, bularni to'g'ri taklashimiz, bularga yaxshi bo'lgan baxtni barpo qilishimiz kerak. O'zimiz to'g'ri bo'lgan to'g'ri tushunchani o'zimiz barpo qilgandan keyin o'zimiz to'g'ri ko'rgan, Qur'onga uygun kelgan to'g'ri tushunchalarga
şu cemiyetdeki musulmonlarni yetaklashimiz, o'zimiz kiyganni, o'zimiz yeganni, ularga kiydirishimiz, ularga yegizishimiz, o'zimiz ko'rgan har qanday bir baxtni ularga baxt his qildirishimiz bizning mas'uliyatimiz. Biz Yahudlardek bo'lmasligimiz kerak. Yahudlar Allah Taala shuncha qattiq kuchli deb qaralgan Fir'aun zolimning qo'lidan ularni quldirib, Fir'aun va uning qo'shinini suv g'arq qilib achiq turib, uningdan keyin ularni sizlar o'zinglarning yurti bo'lgan Falastinni qo'linglarga ilinglar. Sizlar Falastindagi musulmonlarga ega bo'linglar desa, sen bilan sening ilohing, sen bilan sening parvardigoring bu ishni, bu zulmdan qutqizishni, bu jamiyatga, musulmonlarga ega bo'lishni va kufrga qarshi turishni va tajovuzchilikdan saqlab qolishni sen bilan sening ilohing qilsin deb Musa alayhisalom bilan Alloh taolaga tashlab qo'ydi. Alloh taolaning shuncha kuchli zolim kofirlardan ularni qutqizgan, hech qanday bir qon to'kkizmay ularni qutqizgan shunda yaxshiligiga bular yomon javob qaytardi. Biz dunyodami, oxiratdami baxtga erishimiz deydiganmiz, biz Uyg'ur musulmonlari bo'libmi hozirgi ko'p sonliq biz islom aqidasi turatimiz degan musulmonlar, biz yahudiylik tushunchasiga qattiq o'ch. Biz ular Allohni aldigandek, Allohni aldashni qat'iy tigimizdan xohlamaymiz biz. Biz Alloh xolis. Shuning uchun biz barliq har qanday yo'lda turayotgan, mayli bizning fuqarolarimiz bo'lsin, musulmon fuqarolarimiz bo'lsin, mayli bizning Uyg'ur diniy olimlarimiz bo'lsin, yoki siyosiylarimiz bo'lsin, yo ziyolilarimiz bo'lsin, hammamiz faqat birla maqsadimiz bor. Allohga sevimli bo'lish, payg'ambarimizga sevimli bo'lish, dinimizga sevimli bo'lish, musulmon ummatimizga sevimli bo'lish. Ularning hammasini musulmon ummatining hammasini bo'lib musulmonlar hozirgi zulmda qilayotgan Uyg'ur musulmonlarini va barliq zulmda qolgan musulmonlarni to'g'ri bo'lgan tushunchaga, to'g'ri bo'lgan aqidaga va yaxshi bo'lgan g'arblarga erishtirish maqsadimiz bor. Undaq bo'lgan ekan biz yahudilarni do'rsak bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh mush yahudilarning yomonligini Qur'onda sifatlab deyki: "Allazina yanquduna ahdalloh min ba'di mithaqihi va yaqta'una ma amara Alloh bihi ay yusala va yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun." Ular Allah qilgan ahdisini buzdi. Ahda to'xtam qilib, mush Allohning dinini qilaman. Allah buyurgan buyruqlarni ijro qilaman. Payg'ambar alayhisolamga ishinaman. Payg'ambar alayhisolamningki kelgandan keyin payg'ambar bo'lib kelgandan keyin payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligini qabul qilaman deb bular hammasi Tavratda, Injilda payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligini qabul qilishga ahd qilgan. Shu ahdini ular buzdi. Ular Alloh taolo ulashqa buyurgan aloqani uzdi. Ya'ni Bag'aviy tafsiri Bag'aviyda tafsir qilib shunday deydi-ki, ular payg'ambar alayhisalom bilan va musulmonlar bilan yaxshi aloqa o'rnatishga va'da qilgan edi. Mush aloqani buzdi. Ya'ni ular payg'ambar alayhisalomning musulmon ummatiga ega bo'lib, jamiyatni dunyoda va oxiratda baxtga erishtirgan shu yaxshi hayotini ular inkor qildi. Payg'ambar alayhisalomning sirati, hayotiga va payg'ambar alayhisolamning qilgan ishlarga ular o'ch, ular amal qilg'ili unmaydi degan bo'ldi. Ya'ni diniy bo'lgan aloqalarni, musulmonlar bilan bo'lgan aloqalarni, islomiy bo'lgan xizmat maydonida turayotgan musulmonlar bilan bo'lgan aloqalarni bular uzdi degan bo'ldi deydi. Uchinchisi, bular zaminda buzg'unchilik qildi. Ya'ni qanday buzg'unchilik qildi? Har qanday Alloh qarshi bo'lgan fikri, Alloh qarshi bo'lgan iddia, to'g'ri bo'lgan haqiqat, to'g'ri adolatga qarshi bo'lgan iddialarni maydonga keltirdi. Musulmonlarning dunyo va oxirat baxtsiz bo'lishiga sabab bo'lgan yomon shirk e'tiqodlar, gunoh ma'siyatlar, ozg'un fikrlarni va musulmonlar o'rtasida birlashishni jamiyatda keng tarqatdi bular. Shuning uchun bularning erishadigan natijasi ulaika humul khasirun. Ular dunyodami, oxiratda jon tatidi. Ya'ni bu dunyoda ular hech qanday bir yaxshi natijaga erisha olmaydi. Ular erishgan barliq natijalar tajovuzchilik, zo'migarlik, baxtsizlik, oxiratda mangu do'zaxga erishadi deydi.
Şunun için bir tuqqanlarimiz biz mana şu yuqorqi oyatlarda bizga ko'rsatilgan Alloh taolaning ne'matiga, shukrisiga, Alloh taolaning rahmatiga noshukrilik qilgan Yahudlarni do'rmasdan, balki payg'ambarim Muhammad alayhisalom va sahobalari bilan billa o'zining hayotini Allah rizoligi uchun ishlatgan barliq yaxshi solihlarni biz o'lik qilishimiz kerak. Bu to'g'riliq Alloh taolo deyki, Muhammadun Rasululloh vallazina ma'ahu ashidda valal kuffar ruhama'u baynahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allohi va ridwana. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi. Muhammad alayhisalom bilan birga bo'lgan mu'minlar kofirlar qarshi kuchliq bo'ldi bular. Kuchliq iddia, kuchliq iymon, kuchliq taktika, kuchliq fikri, kuchliq bo'lgan birlikni hosil qildi bular. Ular o'z orasida mehr shafqat qildi. Rahma degan rahimdan olingan bir qo'saqdagi balaga baliyatqo shuncha uni yepishib, uni saqlagandek, ona o'zining balasiga kuyingandek, shundoq mu'minlar o'z ara bir-biriga kuyinadi, rahbarlariga kuyinadi. Ularni Alloh taolaga ruku qilgan, sayda qilgan, ya'ni namoz o'qigan. Yana bir ma'nosi Alloh taolaning buyruqlariga bosh aytgan, bo'ysungan, Alloh taoladan doim yaxshi g'albalarni, yaxshi natijalarni, dunyo va oxirat Allohning rahmatini talab qilgan va Allohning eng muhimi rizoligini talab qilgan. Men Allohning rizoligini deb har qanday bir qurbonlikni berman deb Alloh rizoligi uchun barliqni atiyalaydigan mushundoq musulmonlar deb Alloh taolo to'g'ri bo'lgan tushunchaga ega bo'lgan musulmonlarni mana shu oyatda maqtadi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolamning sahobalari payg'ambar alayhisolatu vasallam qiyinchilikda qolgan vaqtida sami'na va ata'na g'ufranaka robbana va ilaykal masir. Biz sening buyruqlaringni anladik ey payg'ambar va itoat qildik. Ey Allah, sening kamchiligingni, ey Allah, bizning kamchiligimizni kechirgin. Ey bizning Parvardigorimiz, sen taraf qaytib boramiz deb sahobalar payg'ambar alayhisolamning buyrug'ini qabul qildi va shundaqla har qanday bir kelgan vahiyni, har qanday bir qiyinchilikni amaliy harakat bilan ijro qilib mas'uliyatni joyida ado qildi. Bular yana shundaqla ojiz qilgan yerlarga Allohdan kechirim talab qildi. Bular noshukirlik qilmadi, mutahamlik, mutakabbirlik qilmadi. Menda xatolik yo'q. Men hamma ishni to'g'ri qilib bo'lgan deb qaramadi. Allah Qur'onda deyki, innan nafsala ammaratun bis-su. Haqiqatan insonning ko'ngil xohishi insonni yomonlikka buyuradi. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz insonning nafsi men yaxshilikni voyaga yetkazib bo'ldim. Men to'g'ri bir tushunchaga kelib bo'ldim. Hamma mas'uliyatimni ado qilib bo'ldim deb odamni qanoatlantirdi. Biz mushundoq nafsimiz, havasimizga g'ol bo'lmasdan, balki Alloh oldidagi payg'ambar alayhisalom oldidagi islom ummati oldidagi mas'uliyatimizni va Uyg'ur musulmonlar oldidagi mas'uliyatimizni joyida ado qilishimiz bo'libmi? Hozirgidek qarzulmat qiyinchilik asida tixmi yordam qo'limiz, yordam kuchimizni musulmonlarga sunishimiz bizning haqiqiy Allohga samimiy bo'lganligimizdir. Mana shundoq to'g'ri bo'lgan samimiylikni tarixda kim qilgan? Uni Musa alayhisalomning xolisman qo'shoni, xolisman islom qo'shoni qilgan. Zaman bo'yi mana shundoq xolisman islom ummati xolisman islomiy bo'lgan musulmonlar bilan dunyo gullanadi, hayotlik gullanadi, musulmonlarning ishi gullanadi. Musa alayhisolatu vasallam Alloh taolaning diniga yordam berdiganlar kim? Dedi, qalal havariyuna nahnu ansarulloh amanna billahi ve şhad bi anna muslimun dedi. Sura Al-Imron 52-oyat. Allah xolis bo'lgan musulmonlar Musa alayhisolamning qavmidagi xolis musulmonlar deyki, biz Allohning diniga yordam beradigan Allohning yordamchilaribiz. Biz Allohga ishondik. Guvoh bo'lgin ey Musa, haqiqatan biz
Allah'a teslim bo'lguchi, Allah'a musulmon bo'lguchi dedi. Mana biz hammamiz mana shu Musa alayhisolamning xolis bo'lgan, solih musulmonlar ummatidan bo'lishimizga tirishchilik qildi. Bo'lib bu eng oxirgi payg'ambar Muhammad alayhisolatu vasallam va Muhammad alayhisolamning sahobidak Muhammad alayhisolatu vasallamni hurmatlaydigan, dinimizni hurmatlaydigan, mushundaq islom diniga, payg'ambar alayhisolamga har xil tuhmatlar to'qilayotgan mushunda paytda dinimizni qattiq qo'llaydigan bir irodaga keldi. Payg'ambar alayhisolamning sahobalari Hudaybiya sulhida payg'ambar alayhisolatu vasallam ta'at aldı. Ta'at algan vaqtida sahobalar payg'ambar alayhisolamning ta'at suylarini qo'llariga takkizib, shunda hurmatini qildi. Suhayl degan suru kilishkili, kelgan shu kafir şu payg'ambar alayhisolamning hurmatlanganligini ko'rib, sahobalarning payg'ambar alayhisolamga bo'lgan ehtiromini ko'rib, men nurg'un Rom podsholari, nurg'un podsholarni ko'rgan, ularning ayashlari bundaq rahbarlarini bundaq hurmatligini ko'rmagan deb qavmiga borgandan keyin sizlarning ishinglar endi tugabdi, ey mushrik, qavmim sening ishinglar tugabdi deb o'zining mushrik qavmiga Muhammad alayhisolamning g'alaba qildiganligini uqtirgan. As-Suhayl degan bir kafir, sürütürüşkili bo'lgan bir kafir payg'ambar alayhisolam bilan sahobalarning amiti qarab, islomni g'alaba qozonadi ekan degan bir xabarni tushungan. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz bizmi mush payg'ambar alayhisolamning buyrug'ini, payg'ambar alayhisolam bizni qoldirib ketgan diniy omonatni, payg'ambar alayhisolamning izbosari bo'lib mang'atgan diniy rahbarlarni va islom dinini va musulmonlarni baxtga erishtirish uchun tirishayotgan barliq siyosiy va har turli jamiyatdagi rahbarlarimizni to'g'ri qo'llab, yordam berib, kuchlantirib, har qanday bir kishi bizni qaraydi ekan, bular cho'qim g'albiga erishidi. Allohning yordami bularga keladi. Bular cho'qim mustahkam bir qurg'on bo'libdi. Ham amaliy bo'lgan tirishchilik bularning to'g'ri bo'lgan bir tushunchaga akapdi deb boshqalar har qanday bir inson bizdan to'g'ri bo'lgan o'y qilargudek bir xolis musulmonlar ummatiga, musulmonlar bir jamoatiga aylanishga tirishchilik qilaydi. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo bu dunyodami, oxiratdami baxtga erishtirsin. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain. Ey mehribon ulug' Alloh, har birisimizni va barliq imom rahbarlarimizni va barliq siyosiy rahbarlarimizni Alloh xolis, payg'ambar alayhisolamga xolis, dinimizga xolis, musulmon ummatimizga xolis bo'lgan, yaxshi bo'lgan rahbarlarga aylantirib pasla. Musulmonlarni xolis, yaxshi bo'lgan musulmonlarga aylantirib pasla. Har birisimizni dunyo va oxirat yaxshi bo'lgan natijalarga erishishni nasib qilsa. Allohumma salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.